Assalomu alaykum jigarlar, xush kelibsizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugungi videomiz yana Gita 5. Yana taksichilik qilamiz, davom ettiramiz. Mana o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi Gita 5lar, Gitadagi Gita 5lardagi deb o'sha legendarniy joy mana o'sha yerdan taksichilikni boshlaymiz hozir shu yerdan xullas. Bitta like, podpiskasidan chiqmasin jigarlar. Taksini bosamiz. Диспетчер, какие новости? Как раз вовремя. У меня прямо сейчас Keyin chiqarib beradi hozir buni o'chirib qo'ysak. Aytganim. новый клиент. Да, я все сделаю. Bizga keyin chiqarib bera boshladik. Bitta like, podpiskasidan chiqmasin jigarlar. Вас понял. Наверное, вы уже Video паре qilib, mana кварталов. hech bo'lmasa bitta like bilan komment ham yozib qo'yaversalaring bo'ladi agar podpiska bo'lgan bo'lsanglar. Ular esdan chiqmasin-da. Ketdi, endi boramiz hozir. Oldiga klient oldiga 901 kilometr ekan. Boshqasini so'raversam bo'lardi endi, mayli 500 metr qoldi. Aytdim kesib o'tish kerak ekan, biz urilmay o'tib ketibmiz-ku. Ular boryapmiz oldiga, mana oz qoldi. Yarim kilometr qoldi. O'zinglarda nima gaplar? Tinchmi bo'lyaptimi? Issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? I need a taxi. Erkak kishi ekan bu. Sen pul beradigan odamga I've o'xshamayapti got lekin. places. Goddamn go. Ichkaridan haydasak nima deysizlar? Bashara pul berishga tortmayapti-da, lekin qarz so'rayman hozir yoki qarz olamanga tortyapti-da. Biroq pastdagi kilometrni You ko'ryapsiz tired? mana. I got some chronic if you need it. Ko'ryapsiz. 262 kilometr, 262 metr xullas. 2620 metr shunaqa. Ular shunga siz $262 You tired? metrga I got some chronic if you need it. hisobmas o'sha aytib qo'yay. Eng yaqin yo'llardan olib boraman sizni, brat. Rossiya. Savob uchun yuribman. Pulni prosta yaxshilik qilib, pulni ham ehson qilaman o'zi, pulingiz kerak emas bu. 3-4 ta bizneslar bilan o'zi yetib turibdi bizga. Prosta shu abetimga deb chiqdim-da. Abetim ham bor, prosta endi ko'chadan bir qilib chiqay deb. Va shunaqa-da, brat, endi nima deysiz? YouTube'ga video qo'yapman-da, brat. Like, podpiska bosib qo'ysin, tushayotganingizda aytib qo'yasiz. They don't make these like they used to. Qiz bola bo'lmasangiz ham brat yomon chalg'itarkansiz lekin. Kiyimda lekin hidingiz ham chalg'itib qo'yapti odam. Ichidan o'tib ketdi, ko'rdingizmi bratim? Kiyimni qarang-a. Pastga bir svartikani yubka qo'ygan, oldin yoshligimizda o'ynardik-ku. Futbol o'ynaganda svartikka xalaqit bersa, shunday bayloqlardagi belga. Shunaqa qilib bitdi hozir bratim. Balkim kattarmagandir desak, soqolim qolyapti-da. Mayli ko'ngil yoshtirdi. Oh my god. Shunaqa joylardan o'tib boryapmiz, brat. Men bilan yursangiz shunaqa joylarni ko'rib yurasiz. Yomon odam osib qolibdi. Yep, bir tepaga ketarkansiz aytmaysizmi? Endi hozir orqadagi mashinalarga xalaqit bermasdan qanday o'tamiz bu yerda? Boshsiz. Mashinani urmaylar deyman. Azgina orqaga o'tib olay shu yerdan. Walk out. O'zim shuncha tirbandlik qildim. Avtobusdan keyin albatta o'tish kerak edi desam. Bratim bo'ldi, sizga qaytamiz endi. Shunaqa brat, bizneslarni qilib yuribmiz. Biznesga ham kirmaydi o'zi, brat, tirikchilikka ham kirmaydi. Prosta anaqa. Biznesim ko'pligida endi bekorchiligida. Men bratim yetay deb qoldik. O'zim anaqaga borgis kelib qoldi-da. Cho'mib kerak. Cho'madigan joyga keldik mana brat. Parklarga olib keldim biz. Na kiyim bilan kirgizmaydi u sizni brat. You're trash.
Bratim, xato qildingiz-da. Shu yerda bir mashina chekaga olaydi. Brat o'zi ozgina pul berdingiz-da, 189 ming. Men metriga 2 mingdan, kilometriga hisoblayapman, tushundingizmi? Pero qué gilipollas. Hozir hisobga chiqmaydi-da. 17 berdingiz, yana 17 ga 5 so'mga charxpalak uchib ketmoqchidingiz-da, 5 dollarga ham o'zizcha. Eshikda ham oltdan yetgansiz, brat. Если будут заказы, дай мне знать. Понял, у меня для вас новый клиент. Я разберусь. Solaylik chiqani. Voy, yaqin odam chiqdi. Ну, действуйте. Вы уже совсем близко. Boramiz oldiga ish. Ya, erkak kishi. Yana shu bratmi? I need a taxi. Ya, boyagi sherik ekan, bu ham sifat Place kerak. us goddamn go. Bratim. Bu sherigizdan xavotirman, yo shunaqa bola ekan-da o'zi. O'tlaring tez-tez. Bu shunaqa bolalar ekan bular. Sizni yomon tez eltib beraman. 300 dollardan emas, mayli 250 dollardan kam bersangiz kalta yeysiz. Sal adashibman-da. 240 mayli, bitta adashganim uchun. Ya, yaxshilik. Odamga ham anaqa ham, matematikaga ham to'g'ri kelmaydi, kunaqasi. Bilasiz, brat, mayli, sal adashganim uchun 260 dollar berasan. Bu boshqa gap bo'ladi. Sraz eltib beraman hozir, brat, siz. O'ta tez olib beray. Ko'rganlar, nima bo'lyapti deb qoladi. Taksi hayotda yana kino olishyaptimi? Taksini duvorashadi. Rasum, brat, haydashdi. Haydashlar bitta menda hech kim o'rgata olmaydi haydashni. Orasidan o'tib ketaman, brat. Tepadan kuzataylik-da shuni. Bratim, spartikalar kiygan bratim. Kelib qoldik uyingizga. O'zi ham jazuriylarda yashaysiz ekanda, ayol musor tutishga kelyapsiz menimcha. By the way, you're a douchebag. Pulni bermayman deydi. Прочь с дороги! Pulni bermayman deydi. Pulni bermay qayerga ketmoqchi edi? Qo'shimcha pul olmadim, ukam. Pulni bermay qochdi o'zicha. Nimalarda palalar bor ekan-ku. Kelasini qizi bilan desam, bittasi o'g'il bola. Orqamdan milisiya kelyapti, xullas politsiya. Oldimdan ham kelyapti ekan. Topolmasin deb o'tib ketmoqchi edim, topib olishdi. Kanalchaga tushib olsam topib olishmaydi. Fanarlarga cho'chib qo'yamiz. Tushganigini chiqarib. Какие новости, диспетчер? Только что поступил вызов. Координаты на вашем GPS. Конечно, я поеду к этому клиенту. Спасибо. Координаты уже должны быть на вашем GPS. Klientimiz ham shu yo'lni bo'yida ekan. Biz bitta like podpiska bosib qo'yinglar endi. Nima
nima qilganlaring bu haligacha bosmay ko'rib o'tirsizlar deydi-ku, mana unaqa deb man bosib qo'yinglar. Stop that, Jerry! Faqat erkak kishilar chiqadi. Keyin brat shu yerga metga qo'yasiz. Siz qo'ygan joyingizga to'xtab beryapman, brat. Let's get this chariot in motion! $180 berasiz, brat. Bundan kam bersangiz, lekin bilmadim. Kalta yeysizmi yo tanaqami? Xullas, nima yeyishingiz ko'raverasiz agar, brat. Kam bersangiz. Yomon yeysiz, lekin shunaqa beraman. O'zim kal ekansiz. Kal ham negirsiz, brat. Hayotda vashchi qiynalgan ekansiz. Mayli $140 bering yetadi, brat, siz uchun. Bonus. Zapravkaga ketyapsizmi deganda, o'sha metga zapravka borda. Tushib qolaman degan joyingizda. Metga desam ham noto'g'ri tushunmanglar. Metka bu prosta o'sha qayerga borish, qayerga qo'ygan joylarni metka debman. Men zapravka ekan aytdim, to'g'ri Thanks a lot, man. Good work. $150. Brat, ham tushib yuraysiz. Peshonangizdan ham olib qo'yardim agar peshonangiz bo'lganda. Prosta nimaga eshikni yopmay ketyapti, shunga qarab qo'y. Benzin olsak. Mayli, benzin yetadi. Я готов взять клиента. Это диспетчер. У нас еще один клиент. О, да, я возьму заказ. Извини, но этого клиента я все-таки не возьму. Заказы есть! Новый клиент совсем недалеко. Отправляю адрес. Этого клиента давай мне. Boshqa yerda 200 metrdan Супер. Они прямо за углом. O'tirib chiqmay qo'ydimi deyman, yonimdan chaqirdim. Yeb yo'q ekan. Stop that, Jerry! Yo'q, boshqa ekan. Anavi bratku qo'shiq aytgan. degan qo'shiq aytgan, xitob ketdi-ku. Maymunlar kinosida yetib keladi. Bir nima aytaman desa, bunday shu bratning muzikasi boshlanib ketadi. Lekin menda o'ynagan bor-ku. Manaqa o'sha brat shu. Javob. deb qo'shiq aytdi. Yaqin chiqarib bir oydan beri aytaverdim. Shu qo'shiq xullas. Men qo'shiqda aytib beryapman yani. Jinni bo'lib qopti deb o'ylamanglar. Bratimni bir shu joyga tashlab ketyapman mana. Tashlab ketyapman deb. 1 kilometrlar qoldi. Bizning qon bo'lib ketdi mashinamiz. Kelay deb qoldik, brat. Kilometringizni ko'rmadim, lekin $150 dan tepib berishingiz kerak, brat. 151 bersangiz, lekin shunda o'ldiraman, brat. Thanks a lot, man. Good work. 178. Дыши, брат. Qo'shiq aytib. Диспетчер, что там у тебя? Парень только что отменил заказ, поэтому у меня другой заказ. Я все сделаю. Yana orqamizdan chiqadi. Вас понял. Наверное, вы уже в паре кварталов. Nima orqadan chiqyapti odamlar. Ha, meni ko'rgandan keyin taksi aytgisi kelib qo'yganlar. Demak, bu qiz bola. Stop that, Sen Jerry! men neger. Let's get this Kechqurun chariot faqat motion. negerlar bilan 3 kilometr 300 mingdan ko'p berasiz. 10 kilometr, 10 anaqasidan voz kechdim. 100 metrdan degan. 3 kilometrga xullas shunda berasiz. Shu o'tirasiz. $300 bratim.
menga vaqt ketaylikchi. Alessian tag'in bu fare sindi. Alessian tag'in joyi yarashibdi. Trosmi kattaroqdan taqmabsiz. Oppoqdan taqmabsiz. Ha, qorong'uda bilinsin degan sirg'alaringizgacha kelgan, brat. Transmasisiz. Oz qoldi, brat, oz. Shuni tepaga chiqarsam bo'ldi-ya sizda. O'zi ham, brat, tushirtirib ketyapman ishoning. Yo'q, ko'chadagilar chiqyapti-yu, sirasiz. Brat, shunaqa tez haydayapman, tasavvur ham qilolmayapsiz deyapsiz. Bitta qarasam urib qolishim ham mumkin-da. Shuning uchun qaramay ketyapman, bratim. Sizni ham o'ylayapman-da. Mayli, brat, 300 dan emas, 290 bo'ldi bitta urgan uchun. 300 dollar deb qiynalman sizni, brat. 290 bering bo'ldi. Kelib qoldi mana, brat. 3 taksi uchib keldi. Sorry, bro. I'm out of cash. Later. Buradan qochib ketaman debdi-ku. Borib o'tirmayman. Harommi sandaqalarga. Bo'lmadingmi? Qancha 200 shunda ham kam-ku. С кем, по-твоему, ты сражаешься, дурак? 200 verdi, shunda ham kamda lekin. 290 berish kerak. Shunaqa odamlar ham bor-da endi, nima deymiz? Pulni bermay qochib ketmoqchi. Shuncha yo'ldan kelib turib endi. Hatto ham men turgan kofem puli ham chiqmaydi-da unga. Ha, pasimda turgan kofe. O'ylay ketamiz, yana boshda o'rtada ekan. Politsiyam, milisiya ketib olsam, yana tekst olsamiz yana. Bizga bitta like, podpiska bosib qo'yinglar. Shuncha video qilyapman. Bekorga o'tirganim yo'q. Ko'tarilaylik biz ham san. Yemman birab o'tirib. You want to show me what you got, you big tough guy? Oh, that's it. O'tirmaydi sirasi. Niyatimiz yomon ekan. Tupikka kirib ketib qolyapman, bunaqasiga. Aytdim, o'zi tupik deb. Mashina majaqlanib ketdi, o'zi qon bo'ldi. Mashina. Если будут заказы, дай мне знать. Как раз вовремя. У меня прямо сейчас новый клиент. Да, я все сделаю. Orqamdan chiqibdi o'zi akasam. Ясно. Отправляю координаты. Ana shunisi javob qiz bola, chunki 4 ta erkak tashlagan bitta qiz bola bera. Aytdi bu. Taxi! O'tiring ha. Let's go, please. Ana ko'z qoshlaringiz yaxshi joyda, lekin katta ochilgan. Yaxshi inson bo'lsa, bu bizga farqi ketaveramiz. Orqaga ahamiyat bermay shunaqa bo'lib qoldi endi. Молодец! O'z qo'yibdi uni. Sizga yaqinroq aytibsiz, 150 dollar bo'ladi sizga. Bundan kam bersangiz, lekin u ko'z qog'ozi bir umr ochilib turadigan qilib qo'yaman. Ayollarga qo'l ko'tarish mumkin emas, to'g'ri, lekin o'yin-ku. So'raymiz. Pulni kam bergandan keyin solish kerak edi, nima qilish kerak? Ну давай, чувак! Ha,
Qayda nimaga to'xtab qolding? Jubilee-ku Holy o'zimiz. shit! Can't you drive? Well done. Thanks. 140. Mayli, bitta urgan bilan mayli. Какие новости, диспетчер? Понял, у меня для вас новый клиент. Я разберусь. Отлично, отлично. Похоже, вы уже близко. Я готов взять клиента. Только что поступил вызов. Координаты на вашем GPS. Конечно, я поеду к этому клиенту. Yaqinni joylar. Спасибо. Координаты уже должны быть на вашем Naqasiga GPS. aylanib, yo'l nari betiga o'tib, bu betda turgan odam orqasiga olib o'tib, yana o'sha joyga borishim kerak ekanda. Odamni olish uchun undan ko'ra mana shunaqa yaqindan olib qo'yaverasiz akasi, to'g'rimi? Yo'qdan bir yangi ishlayapti, ularning bola-chaqasi. Taxi! O'tiring, qaragansiz, polis ko'p sizda ham. Cool. Let's go. 250 dollar beraymi mayli bo'ladi. Bonuslar bilan qo'shganda ham mayli bo'ladi. 250 dollardan kam bersangiz lekin urushib qolamiz umar ekan. Kelay deb qoldik, oz qoldi. Shundoq tushamiz, oz qoldi, mayli 2 kilometr. Like podpiska bosib qo'ying, jigarim demoqchi edim o'zi. Jigar tirs. Unda ovoragarchiligi yo'q. Like bosishdi. Shunda qo'lingiz bor edi, bitta bosangiz bo'ldi. Mana bitta Yandex qiynalib pul topib ham bitta like arzimaydimi? Like bosib qo'ying, jigarim. Deb yig'laboraman lekin like bosmasangiz. Qiz bolalarim ko'rishyapti. Mumkin sizlar ham like bosib qo'yinglar, faqat jigarlarga bossin degani uchun bosmangiz endi deyishmas, bosish kerak. Ana kerak deb qoldik. Bratam minorani cho'qqisiga chiqaman degan bratim ekan. O'zi ham faqat tepada yuraman deb niyat qo'ygan ekan, mana ketyapti yana tepaga qarab. Soqollar ham qo'yapti brat. Ajoyib. Shamol o'tib tursin deb brat oynalarni ochib tashlayapman-da, xafa bo'lmaysan. Oynalar siniqligiga xafa bo'lmaysiz-da brat. Kalbratim. Oynalarni ochib tashlaganman-da, havo aylanib tursin deb. Kunni ko'ryapsiz, issiq. Sifatli kiyapsiz. Yaxshilik darajam oshyapti borgan sari. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa joylarga olib kelib yuribman. Brat 250 dollardan kam bersangiz, lekin o'sha joyda xafalashib qolamiz. Shuning uchun ko'proq odam beraverasiz. Dollarlar sanayverasizda. Orqa oynalarni ham sindirib ochib tashlaganman-da, havo aylanib tursin deb. Sizni boshingizda o'zi hamisha havo aylanib tursa kerak, chunki sochingiz yo'q ekan, bratim. Hazilda. Xullas, brat, siz aniq qo'shiqda aytgan odam emasmisiz? Son degan qo'shiqda siz aytmaganmisiz? Brat, o'xshaysiz. Bitta xonimchani qo'yib olsangiz degan mana bunaqadan qilsa lekin bittada o'xshaysiz-da, brat. O'shamay. Keldik mana. Kamida 200 dollar berishingiz kerak, 50 dan ko'p. Fucking douchebag. 83. Hatto oddiy qo'l bilan urish ham bo'lmaydi, yarashmaydi. Atrofda nima bunday yursiz, xomush bo'lib qolibsiz. Hakras shu yerda o'lsam. Kam berdingizlar pul, brat. O'z boshqa pulingiz ham yo'q ekan. Заказы есть. Новый клиент совсем недалеко. Missiyalarım chiqdi, yarim soatdan beri. Этого клиента давай мне. Нет, стой. Забудь, что я сказал. У меня дела. Bosi qarang, mana shu joydan ketyapman-ku mana. Qarab turing. Диспетчер, какие новости? Это диспетчер. У нас еще один клиент. О, да, я возьму заказ. Aytdim mana.
Вас 175. понял. Наверное, вы уже в паре кварталов. Mana bratni yaqinlari kelganda o'ligini ko'rganda endi afsuslanib uyga qaytmoqchi taksi chaqirdi. $10 Taxi! ukasimi deymanda qasos olishga Ooh, keldim. let's go. O'zi ham biladi, bratim biladi o'rpin. Bratim nima jahldorsiz nimagadir ko'rdingiz, orqaga qarab ketadi. Jahlizdan. Yaxshimisiz ishqib, brat, charchamay. How did that even happen? Yo'lga qarayna. $400 kam bersangiz, brat, lekin hozir shunda o'lib olishda joyida, lekin bratim. Xuddi boyagi akangizdek o'lib ketasiz, brat. Там нет никакого хлеба на мостике. Wrong with you? Ketdi. Mashinamni qarang, brat, sizdek ashirangizga o'xshab qolibdi. How did that even happen? Bitta brat, $410 bersangiz roziman. Agar bermaydigan bo'lsa, shunda ostingizdan tiriklarini yoqib yuboraman, bo'ldi, brat. Men ko'p ovoragarchilik qilib o'tirmayman, sizni ham borib ko'mishidan o'tirmaydi. Kulingizni shunday sochadi, bo'ldi qumga. Shuning uchun brat, $390 oldindan aytib qo'yay. Karta-partiga tanishga tashatib olay, bana qilib oldindan choraklaringizni ko'rib qo'yavering, shuning uchun brat. For fuck's sake, what's wrong with you? Ha, shamolda keting dedim-da, brat, Total eshikni ochib. fucking asshole! Voy. Motherfucking shit! How did that even Hozir happen? menga ishoning bo'ldi. Total fucking asshole! Men tog' tepasida ketay dedim-da, brat, sizga qarang. Eshiklarni ham men katta-katta ochib qo'yganman. Tog'ga chiqyapmiz-da, asta men quyonlarni ko'rsatib, qanday, brat? Xursand bo'ling. Asta tushasak bo'ldi endi. Yo'l ko'rinmayapti, brat, yo'l tugamayapti nimagadir. Total fucking Mashinani asshole! ahvolini qarang, bratim yuzingizga o'xshab qoldi. Qo'tir. Oz qoldi, brat. Oz yetkazamiz sizni, bratim. Uchartiraman, o'pam. Uchirtiraman. Yo'lni kesib o'tamiz, brat, siz uchun. To'g'ri emaslik yo'lni kesib o'taman. Ochiq joy yo'q ekan, kesib o'tmoqchi edim. Mana bu yerda bor ekan. Kiyiklarni ko'rib yurasizmi, brat? Mana bular yursiz. Fuck this! Motherfucking shit! Tushunmadingizmi, brat? Знаешь что? Что тут стоит? Hey, what's wrong with you? Oz qoldi, brat. Pulingizda olsam bo'ldi. Asshole! Mashindan xavotir olmang. Mashin chotki, brat. Xavotir oladigan darajada emas. Ha, brat, oz qoldi manzilingizga. Mashinning yarimi qani deb xavotir olmang. Qarzim bor edi, yo'lda tashlab o'tdik. Mana mashinani ko'rsalaring, brat, chotki mashin. Kichik hech nima qilmagan. Prosta sal tutyapti, xolos. O'sam zo'r mana. Chotki, g'ildiraklari ham joyida mana. Shamol kirib tursin deb oldilarini, oynalarni sindirib tashlaganman, xolos. Oldi desam, любой emasmi. Eshiklarni ham ochib qo'yganman. Что у тебя там? Keldi. Just fuck off, yeah? $300 kamda, brat. 30 minutdan o'tib ketibdi. Shuning uchun kamera ushlab avtomatik. Hozir boramiz, bratni mazasini qochiramiz.
Mana shunday qilmaymiz-da buni. Mazasini qochiramiz deganda manaqa qildim. Ratekimda yurakcha chizib qo'yamiz. Xotirasiga bag'ishlab. Bratim, yaxshigina yoning, a? Omadingiz bo'lsin, biz ketdik. Militsiyadan qanday qochasan deyotgan bo'lsalaring, cho'tki qochib qo'yaman o'zi militsiyadan. Xullas, bratlar, video shu joyigacha edi. Mana ko'rdilaring, cho'tki video bo'ldi. Bu galgisi ham like bosib, podpiska bosib, obuna qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Mana videomiz shu yergacha edi. Mana socham tushib qolibdi. Like bosib, podpiska bosib qo'yinglar jigarlar. Charchamanglar, omadinglarni bersin. Shu qator meni ham omadim bersin. O'zim vaqtimni o'zim sog' bo'ling, sizlar ham sog' bo'linglar. Bitta like, bitta podpiska esdan chiqmasin xullas jigarlar. Bugungi videom shu edi. Mana taksichilikda udarni qildik. Bitta like, bitta podpiska. Charchamanglar. Omadinglarni bersin.